ko'ngilingizdan nima keladi o'zi? Menga har Hindistonlik bayrog'ini jo'natavergan, men Hindistonlik emasman. Men просто ana qizil qoshim qo'yib qo'rqib ketdim. Qo'rqib hatto keldi ekandim. Xullas o'rtoqlar qizil qoshimni narsalar qilgani Nilufar bilari keldi. Nima qilamiz? Hozir qizil qoshlarni qandoq qilib yoqib Uzunma o'rtoqlar, kosmetolog, haligi mana qo'shnilarni hammasiga ham ishonmayman. Lekin bu opani salovati boshqarmadi. Yotib oldi do'st. Mana azizlar, qoshlarimiz tayyor bo'ldi. Qoshingni qarosiga deb mana Nilufar sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ishlaringizga omad. Qoshim o'ylab yurdim.